Assalomu alaykum mening azizlarim. Germaniyada qariyalar va invalidlar uchun juda katta sharoitlar yaratib beriladi. Chunki Germaniyada qariyalar o'zlari yolg'iz yashashadi, bolalarisiz, ular alohida yashashadi. Lekin ular 90 yosh, 100 yoshga kirishadi va aktivni, ya'ni juda sog'lom obraz жизни yuritadi. Ular uchun magazinlarda har doim sizlar kolyaskalar, xodunoklar, tualet uchun o'tiradigan udobni unitaz va stulchiklarni ko'rasiz. Nimagadir ham har qadamiga shunaqa magazinda uchratdim. Ya'ni qariyalar va invalidlar uchun hamma joyda sharoit bor. Alohida yo'laklar. Biz Robin bilan bugun kechqurun ozroq bozorchilik qilib produkt olishga qaror qildik. Robin bilan magazinga keldik. Biz mevani, ya'ni fruktini kokteyl uchun olamiz. Shunchaki meva yemaymiz. Mevalar ham qimmat albatta. Bananni har xil turi bor. Mana ko'ryapsizlar, $2.29. Dollar deyman, faqat yevro demoqchi edim. Germaniyada hamma narsa yevro bilan hisoblanadi. Robin juda tejamkor chiqdi. Hamma narsani kerakli narsani oladi-yu, lekin ximiyani ko'p yer ekan. Mana bananni, mana shu bananni ham ko'plik qilib 4 dona oldi. Mana ikkitasini ajratdi. Haqiqatan ham Germaniyada produktlar juda qimmat. Germaniyada hozir inflyatsiya bo'lyapti. Oyligi narx-navoga to'g'ri kelmayapti. Chunki narx-navo oshgan. Nemislarning o'zi ham juda недовольны shunaqa holatdan. Oyligi oshmayapti-yu, narx-navo oshyapti. Bodringni ham atigi bir dona olamiz. Tez bozorlik qilamiz, bir haftada 2 marta, lekin sveji olamiz. Bu hozir men ko'rayotgan bodringlar yaxshi emas ekan. Tanlab yaxshirog'ini oldim. Robinni men ham o'zimni tejash usulimni ko'rsatyapman. Chunki Robin ko'p bunaqa ximiya, polufabrikat, tayyor ovqat, muzlatilgan tayyor ovqat ko'p olib yer ekan. Men unga aytdim, "Kel, bazaviy produktlar olib, o'zim pishiraman. Shunda ham arzonroq bo'ladi, ham sog'lik uchun foydali taom." Sabzavot, piyoz, sabzini ham qarang, bor yo'q 3 dona oldik. Narx-navosini aytmayman. $1 tepasi, 1 yevrodan. Mana bu yerda ko'rsatganman narxini. Germaniyaning supermarketlari Kaufland, Penny degan supermarketlari bizning uyimizdan uzoqda joylashmagan, yaqingina. Robinni sekin men xohlagan produktlarni olishga o'rgatyapman. Birinchi kelganimda tez shipillab yurib, o'zi yeydigan sos, ketchup, Coca-Colalarni shipillatib savatga solar edi. Hozir esa men yo'q, buni olmaymiz deb ozgina menga quloq solyapti. Men xohlagan produktlarni olyapti. Baqlajon oldim. Baqlajondan ichiga farsh solib, duxovkada pishirmoqchiman. 1 dona baqlajon ham qimmat ekan, shuning uchun 1 dona oldik. Nemislar ko'p yemaydi, bizga o'xshab kilolab olishmaydi. Ular juda oz yeyishar ekan, oz va tez. Hali kartinamiz to'lmadi. To'lmaydi ham shekilli. Robin ketchupni juda yaxshi ko'radi. Ketchup, sos,
siz ovqatlanmaydi. Har doim salatga ham sous soladi. Sous salat uchun ketchup va sous albatta har iste'mol qilganida, ovqat iste'mol qilganida albatta ishlatadi. Shuning uchun ham ozmaydi. Bilasiz, sousga odam semiradi. Keyin mana bunaqa omletga qo'shish uchun kopchonni kichkina to'g'ralgan kolbasaga o'xshagan go'shtmi, kopchonni kolbasami, shuni biz omletga qo'shamiz. Kassaga keldik. Aytmoqchi, tvorog topdim. Tvorog ruschalab yozilgan, tvorog deb yozilgan. Ishonasizmi? Mana tvorog bilan smetanani qo'shib yeyman. Novosibirskda tez-tez olib turardim, yaxshi ko'raman. Lekin bu yerda tvorog magazinlarda uncha xili ko'pmas ekan, bir joyda bor ekan, shuni oldim, hayron qoldim shu Germaniyada tvorog topganimga. Mana shu bozorligimiz hammasi hozir ko'ramiz nech pulga bo'ladi. Menga Robin aytdi, men agar o'zim kesam, ko'proq summaga bozorlik qilar edim. Ya'ni shuncha narsaga qimmatroq to'lar edim. Mana un oldim, Gerkules oldim. Mana shu hamma bozorligim 60 yevro bo'ldi. Robin aytdi, biz 60 yevroga ko'p narsa oldik. Men o'zim bo'lsam, shu narsalarga 100 yevrolik narsa olar edim. Ya'ni qimmatroq va puli fabrikat. Sekin-sekin o'zimning bozorlik qilish usulimga o'rgatyapman Robinni ham ozroq tejashga. Tejamkorman deydi-yu, kerak emas narsani ko'p olar ekan. Albatta, hammaning o'zining obraz жизни bor. Hamma o'zi yeb o'rgangan ovqati bor. Lekin hozircha Coca-Coladan voz kecha olmayman dedi. Почему? Стресс? Ja, wenn ich so. Почему? Da fällt was runter und plötzlich so. Геки. Schatz, wie geht's dir? Nicht gut. Nicht gut? Почему? Nee. Тяжело. Jetzt stresst mich das gerade. Почему? Стресс aldım diye. Почему, Schatz? Ja, Teuer? Почему стресс? Teuer, да? Много денег, гель? ja, Viele. war nicht. Почему стресс?
Schatz. Voll, voll. Hunger. Нет, Ja. нет hunger. Bozorlik qildik. Olaxo'rjin, mana olaxo'rjin deyiladi. Mana olaxo'rjin. Mana shu bo'ladi olaxo'rjin. Yigitlar uylanmanglar, olaxo'rjin shunaqa bo'ladi. Olaxo'rjin. Vi håller ett par sin. Olaxo'rjin. Olaxo'rjin. Alla hårt. Olaxo'rjin, ha, shunaqa bo'ladi. Oldin bir o'ziga bozorlik qilgan bo'lsa, endi ikki kishiga qiladi. Biroq unga sev degani yo'q, to'g'rimi? Ko'rishguncha chus. Nastirnasi yo'q Robinda. Robin, smile. Nastirnasi yo'q.